Ar-Riyoddan Al-Ulagacha 1038 kilometr ekan. Mana azizlarim, Arabistondagi eng mashhur turistik joy hisoblangan Al-Ulaga yetib keldik. Qoyalarni qarang turishini. Bu yer qoyalari bilan mashhur. Har xil shakllarga ega. Bu yerda eng mashhuri esa fildi shakliga o'xshash qoya. Hozir o'sha yerga boramiz. Elephant Rock. Filga o'xshash qoyaga yetib keldik. Fil shaklidagi qoyaga. Buni atrofida mana bunday chiroyli joylar qilingan. Kech payt bu yer rosa qiziydi. Nima desam, o'yin kulgi bo'ladi. Hozir endi tushunsa bo'ladi, issiq o'ta yuqori darajada. Shuning uchun kunduzi hech kim bo'lmaydi. Kechasi esa turistlardan joy qolmaydi bu yerda. DJ muzika qo'yadi. Al-Ula. Mana bu joylarni qaranglar. Haqiqiy mana shu Arabistonda nimasini beradi-da bu, vibe'ini beradi. Xuddi shuni videolarda ko'rgandim. Mana nihoyat o'zim ham kelish nasib qildi shu yerga. To'g'ri esa fildi shaklidagi qoya. Bu ko'rib turganinglar Al-Uladagi eski shahar hisoblanadi. 12-asrda qurilgan. Ko'chalari mana bunday labirintsimon va tor qilib qurilgan, uylar 2 qavatli qilib qurilgan. Bularning barchasi issiqlikni oldini olish va uylarni salqin ushlab turish maqsadida mana shunday tor va 2 qavatli qilib qurilgan uylar. Bu yerda nabatiylar yashagan va hozirgi davrda bu yerda turistik makon sifatida Arabiston hukumatı bu yerni turistlar uchun ochiq qilib qo'ygan. Kirish biletini to'lab kirib, ichkarilarga sayohat qilishlaringiz mumkin. Hozirda bu yerda 900 dan ortiq tarixiy binolar qolgan. Ularning ichida bozorlar, masjidlar, uylar, yashash uchun uylar va boshqa madrasalar ham bo'lishi mumkin bularning ichida hozir. Shuningdek, bu yerda shaharni qo'riqlash va nazoratda ushlab turish uchun mana bunday shaharning o'rtasidagi tog'ning ustiga qal'a qurilgan. Qishloq sokin, jimjit. Ikkala tomoningizda to'la dekoratsiyalar qilingan. Muzikani zo'rdan qo'yib qo'yishgan. Hozirda bu yerda turistlar uchun qulay sharoitlar yaratilgan, jumladan suvenirlar, basseyn, saunalar, gid xizmatlari va boshqa turli turistlarga kerak bo'ladigan xizmatlarning barchasi bu yerda yaratilgan. Qaysi yo'ldan yurganimni esimdan ham chiqarib tashladim. Bu yoqdan bu yoqqa aylanaverib. Qishloq ko'chalari bir xil deyarli. 99% ga bir xil. Qayoqqa kirding, qayoqqa kirmay qolding, esimdan ham chiqib qoladi. Mana tepaga chiqmovdik hali. Tepaga chiqaylikchi. Desam, qulf ekan. Hadi pastga tushamiz. Bu mahalla ko'chasi. Mana shunday tor ko'chalar ham bo'lgan, tupiklar ham bo'lgan. Qani kirib ko'raylikchi, bu yoqda nimasi bor ekan. Hech narsasi yo'q ekan.
Tushunarsiz. Asosiy qasrga ham yetib keldik mana. Siz hozir bir ko'rishda ko'cha yo'qki, uyda ichi uyga uylanib ketgan, shuncha odam qanday harakatlangan, bir-birini uyga kirib chiqqanmi deyishingiz mumkin. Yo'q. Bu yerda uylar 2 qavatlik, ko'chalarda ham tom yopilib ketganda, shuning uchun tepadan qaraganda ko'chalar ko'rinmaydi. Atak u ko'chalar ham xuddi haligi domlarda koridordek 2 metrlik, unaqa katta mashina sig'adigan ko'chalar emas. Hozirgi biz o'rgangan ko'chalardan emas. Kichkina tor ko'chalar, uni ham usti yopilgan. Mana shunday joyda yashashgan. Mana eshigini qulflash eslardan chiqib qopti. Bu yerda qurilish bo'layapti-kan, bitta ochiq xonadon bor ekan. Ochiq xonadonning ichiga kirib ko'ramiz mana. 2 qavatlik. Xo'sh. Bu yer nima bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha mahalla? Balki atrofi o'ralib turib, oshxona bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bu yer spalnisi va mana to'ridagi joyi kladovka, kiyim qo'yadigan joy bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Yuvinish joyi qilgan bo'lishi ham mumkin. Bu yer xotinda nimasi bo'lsa, yotoqxonasi, yuvinish qolgan narsa bo'lsa ham variantga to'g'ri kelaveradi. Bu yer oshxona bo'lgan bo'lishi mumkin. Qani tepasiga chiqib ko'ramiz bitta. Bu ustunlar bizni ko'tarishiga garantiya yo'q. Necha yil o'tib ketdi axir oradan. Mana azizlarim, shuning bilan Al-Uladagi eski shaharga uyushtirilgan sayohatimiz tugadi. O'ylaymizki, ozgina bo'lsa-da dunyoqarashingiz kengaydi, ozgina bo'lsa-da ma'naviy oziqa oldingiz. Kuzatib borganlaringiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Ha? Nima deysan? Mashinadan tushgan bunday qilib turganimga nima qilarkin deyapsanmi? Qo'rqma, u ishni qilmayman. Qayerga deysanmi? Aylanib yuribman, sayohat qilib yuribman. Sherigim yo'q, xohlasan yur billa. Mars sayyorasi bo'ylab sayohatimiz davom etadi. Issiq, odam o'ldiradigan darajada. Yer yuzidagi 8 milliard odam qani? Bormi kimdir? Yo'lda ustiga kushutgan joy solib yotgan bo'lar ekan. Olislarga qarab. Ertaga shu joylarga boramiz mana. Nima bo'lgan, qanday bo'lgan, bir boshdan ko'rib obzorini qilamiz xudo xolasa. Bu yerda esa suvenirlar. Bu yerda esa kafe ekan.
chiroyli o'tiradigan joylarni qilib qo'yibdi. Biz Hagraga keldik. Hozir rasmlarni ko'rsataman tashqariga chiqib. 95 real, ya'ni biz pulga 332 ming so'm bo'ladi. O'zi avtobusda olib keladi. Avtobuslar ertalab soat 7 da bir reys, aytdan keyin soat 4 da bir reys ekan. Biz hozir soat 5 da kelganimiz uchun shu yerda qolamizda, bir kun ertaga ertalab birinchi reysda borib kela olamiz, xudo xolasa. Mana biz kelgan joy mana shu yer. Shu yerga boramiz ertaga, xudo xolasa. Endi orqada bu operator qizlarimiz syomka qilish mumkin emas. Umuman olganda Arabistonda ehtiyot bo'lib syomka qilish kerak, chunki juda ham ko'p taqiqlar va o'sha taqiqlar ortidan ulkan tasavvur bo'lmaydigan shtraflar bor. Shuning uchun syomka qilayotganda o'ta ehtiyotkorlik bo'lish kerak bu yerda. Yashasang ko'raverasan degani mana shu bo'lsa kerak. Men olish uchun, bilet olish uchun elektron pochta bo'lish kerak ekan, shu pochtaga kod kelar ekan, shuni aytishimiz kerak ekan. Bo'lmasa shunchaki bilet ola olmas ekansiz. Elektron pochtamni ochib qarab turibman hozir yangi xat kelishini. Yangiliga bilet elektron pochtaga kelar ekan. Mana elektron pochtamizga bilet keldi. Bu yerda QR kodini skaner qilib yertaga kirgizib yuboradi darvozasidan. Ko'rib o'tiribman men. Mana to'g'rida turistlarni olib ketgan avtobus keldi. Xudo nasib qilsa biz ertaga boramiz, hozirchalik bu yerda qolamiz. Turistlar hammasi avtobusdan tushib ketishyapti sekin. Mana bu joy qanday? Tunab qolishga bo'ladimi? Yaxshi joymi? Hozir men uchun eng qadrli va eng men yaxshi ko'rgan qoya mana shu bo'lib turibdi. To'g'ri, bu hech narsaga o'xshamay turgan bo'lishi mumkin, shakli xunuk bo'lishi mumkin, lekin bu eng katta ishni qilyapti, ya'ni soya berib turibdi, mana shunday katta soya. 4 ta tuxum va bitta kilka qo'shdik. Mana bu narsa tayyor bo'ldi mana. Mana shu yerda o'tirib ovqatlanamiz. Bitta kinochani qo'yib olib. Yaratgan egamga hamd sanolar bo'lsin. Mana shunday go'zal, chiroyli tong bag'rida biz Hagraga sayohat qilamiz. Hagra bu Saudiya Arabistonidagi eng katta turistik maskanlardan biri hisoblanadi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, mana shu ko'rib turgan joyingizga men kecha payt kelgandim, lekin Hagraga sayohat qilmagandim. Sababi avtomobillar shu yergacha keladi, u yog'iga, ichkariga o'zlari mana bu mashinalar turibdi, mana ko'pgina. Yoki bo'lmasa, hozir endi keladi, avtobuslarda olib kirib olib chiqishadi. Xo'p, avtobusda kelsiz ham, mana bu mashinalarga kelsiz ham narxi bir xil, uni nimasi yo'q. Narxida o'zgarish yo'q. Biz avtobusni tanladik, chunki avtobusda konditsioner bor. Bu yerdagi odam o'ldiradigan darajadagi issiqda albatta konditsionerni tanlaydi juda ko'pchilik. Bu mashinalarni hech kim tanlamayapti, turibdi joyida. Demak, biz hozir ertalabki ovqatni qildik, betimizni yuvib, ana bu yerda yuvinish xonasi. Ana bitta sinimiz kirib ketyapti. Mana shu yerga borib, hamma joylar tayyorgarlik ko'rib bo'ldik. Endi xudo nasib qilsa, bitta krossovkani almashtirib olsak va sayohatga qarab jo'naymiz. Xudo nasib qilsa. Mana bularni qara. Ertalabdan minglab, millionlab hammasi tirikchilik bilan band. Nimadir izlashyapti hammasi. Hadya qilamiz. Ehtiyot bo'l. Tagida qolib ketma. Men aylanib kelganimgacha mashina yeb turinglar. Kelganimdan keyin yana beraman. Xo'pmi? Mana avtobus keldi. Xuddi shu avtobusda ketamiz ichkariga. Biz yurdik. Tayyormisizlar? Ana avtobus turibdi. Atak bu ham ancha chiroyli qoya ekan. Biz yuryapmiz. Mana avtobusimiz. O'rtadan chiqaylik. Oldida ayollar bo'lishi mumkin. Konditsionerli avtobusga yetmaydi. Oxiriga o'tib olamiz. 1, 2, 3. Men bilan 4 kishi. 4 kishi ketamiz ekan shunday katta avtobusda. Yomon emas. Mana. I will be with you for 2 hours in a row, and our tour. This is our tour duration, and also our tour is going to take 4 civilization.
to'xtamasdan o'tib ketyapti. Agra was one of the most important cities Oho. in the Nabatean. Bunaqalar ko'p ekan bu yer. It thrived as a result of its strategic location on ancient trading routes, and as a result of the skill and ingenuity of the Nabatean people. The city of Agra was created by Nabatean inhabitants over 2,000 years ago, around the same time that the Great War of China was first. بوضع القمامة في الحاويات المخصصة أو الاحتفاظ بها لحين الوصول للحاويات المخصصة أو عند مغادرة المواقع التراثية، كما يمنع تدخين الثلاث. Biz oxirgi bekatga yetib keldik. Oxirgi bekatda ham nimagadir tayyorgarlik jarayonlari ketyapti. Menimcha kattaroq konsert bo'ladimi yaqin orada. Gid bizni yetalab olib kirib ketyapti. Burchakka qarab. Qani boraylikchi. Agar siz internetda Agra deb poisk beradigan bo'lsangiz, xuddi mana shu rasm chiqadi. O'sha rasm mana. O'xshayaptimi? Agra yodgorliklari Madina shahridan 350 km uzoqligidagi Al-Ula shahrida joylashgan. 2008-yilda UNESCO tomonidan jahon merosi deb e'lon qilingan. Ushbu joyni xuddi Petra shahri, ya'ni Iordaniyadagi Petra shahrini qurgan nabateliklar tomonidan qurilgan bu joy ham ularga tegishli bo'lgan. Eramizdan avvalgi 1-asrdan boshlab hozirgi davrimizning 2-asrigacha gullab yashnagan. Bu ko'rib turganlaringiz hammasi qabrlar. Bu yerga faqatgina gid bilan birga kirish mumkin. Petraga o'xshab o'zingiz kirib keta olmaysiz, chunki qabrlar la'natlanganligi uchun ularga kirish mumkin emas. Qattiq qo'riqlanadi hammasi. Bu yerning ikkinchi nomi ham bor, ya'ni Madain Salih deb ham yuritiladi. Qur'ondagi Solih alayhissalomning qavmi, ya'ni Saud qavmining shaharlari aynan shu yer deb hisoblanadi. Bu yerda taxminan 130 dan oshiq qabrlar bor. Ular katta qoyalarga chiroyli naqshlar bilan o'yib ishlangan. Ko'pincha qabrlarning kirish eshigi oldiga qandaydir hayvonlar, burgutlarning suratlari yoki bo'lmasa yozuvlar yozib qo'yilgan barchasiga. Ushbu qabrlarning ichida eng mashhuri Qasr al-Farid, ya'ni yakka qasr degan ma'noni anglatuvchi qabr bo'lib, u Al-Uladagi eng mashhur qabr hisoblanadi. Katta qoyaga yarim tayyor holatda o'yilgan va juda ta'sirli va chiroyli qilib ishlangan qabr hisoblanadi. Xullas, ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal deyshadi. Shuning uchun mana shu qabrlarga atroflicha yondashib, chiroyli sayohat uyushtiramiz hozir. Bu yerga kelgan odamlar mana bu yerda o'tirgan, xuddi divandek, divan vazifasini bajargan bu yer. Va bu yerdan so'ng mana bu yerda Xudoga sig'inishgan. Mana bu devorda rasmi chizilgan, hammasi ularda xudolarga ibodat qilish uchun kelgan odamlar mana shu yerda o'tirgan. Bular esa xudolari, mana bu xudo. O'sha davrdagi nebatelarning xudosi bo'lgan. Mana tepasiga yozilgan. Va tarixchilar buni tarjima qilishgan. Bunaqa yozuvlar bu yerda juda ham ko'p. Yozuvlar va rasmlar. Bu yerda esa qanotini ochib turgan burgutni tasvirlangan. Ko'ryapsizlar. Ingliz va arab tillarida Polska tarixini tushuntirib, yo'l yo'riqlarda o'rgatib ketyapti. 5 yil mana yerdamiz hozir biz. Mana shu bir aylantirib chiqarganda, lekin ko'pchiligiga to'xtamay o'tib ketdi yo'lda. Menimcha qaytishda to'xtasa kerak. Keyingi manzilga to'xtadik. Jabal al-Banat, Qasr al-Bint. Mana bu ekan. Bu yerda yana 2-3 tasi bor ekan. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, deyarli hammasida burgut bor ekan. Burgut muqaddas bo'lgan. Xuddi hozirgi Hindistonda sigir muqaddas bo'lgandek, burgut o'sha mahallada ularning xudosi bo'lgan. Mana bu yerda yana bitta bor, mana bu yerda bor.
O daraxt orqasida ham turibdi. Mana bu to'g'rimizda ham turibdi. Mana bu tomonda ham bor. Bu yerda juda ham ko'p, mana to'g'risiga raqamlar ham qo'ygan, 30. Ko'ryapsizlar? Faqatgina bittasiga ichiga kirishga ruxsat bor deyapti. Qolganlariga ichiga kirishga ruxsat yo'q ekan. O'shaning uchun oldimizda kuzatib yuribdi, bizni kirib ketib qolmasin deb. Hay, kirmasa kirmay qo'yamiz. Mana shunisiga kirishga ruxsat bor ekan, ichkarisiga. Mana 26-si kirishga ruxsat berilgani yakka yagona mana shu 110 tadan oshiq mana shunday ibodatxonalarning ichida bitta mashinga kirishga ruxsat berilgan. Qum deydi ko'pchilik, yo'q, hech qanaqangi qum emas, haqiqiy tosh. Bular o'sha o'liklarni taxlab qo'yishgan ekan mana shu yerga. Bu yer qabriston bo'lgan. Mana shu yerda burgutlar kelib, endi burgutlar kanashni o'lik yemaydi, balki o'limtiklar yegandir, balki boshqalar oziqlanishgan ular. Mana shu yerda chirib yo'q bo'lib ketgan. Mana qator qabriston bular hammasi. Ana to'g'rimizda ko'rib turganlar esa hammasi ularning ibodatxonalari va yashash uylari. Mana to'g'ridagilar. E'tibor bergan bo'lsalar, burgut tepasida ramkada nimadir deb yozilgan mana, ko'ryapsizlar? Epograflar buni tarjima qilishgan hammasi. Men ham hozir o'qishga harakat qilib ko'raman, mana kattalashtirib. Farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart deb yozilgan ekan. Xo'sh, endi qolganlarni tarjima qila olmayman. Faqat shu bittasini tarjima qildim zo'rg'a. To'g'ri, bularning ichiga kirish mumkin emas, lekin mana oldidan turib ham ichkarisini ko'rib qo'ysa bo'laverar ekan. Xuddi hozir sizlarga ko'rsatganim bilan bir xil hammasi. Mana tashqaridan ham suratga olsa bo'laveradi. Ko'ryapsizlar ichini. Va bunaqalardan juda ham ko'p. Biz keyingi manzilga to'xtadik. Mana toshlarni qarang. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Endi yurib 3-siga kelibmiz mana. Tomb of Lion Son Kuza, Qasr al-Farayd. Agar siz internetda Hagra deb po'yib beradigan bo'lsangiz, xuddi mana shu rasm chiqadi. O'sha rasm mana. O'xshayaptimi? Jabal al-Ahmar. O'zi kamchiligimiz orqamdagilar hammasi Filippindan ekan, tanishib oldik. O'zi 3-4 kishi bo'lganimiz uchun va ular bugun Markaziy Osiyoda shunday O'zbekiston degan chiroyli yurt borligini, uni osmoni musaffo ekanligini bilishib oldi. Nimaga o'xshayapti? To'ppa-to'g'ri odamning yuzi. Hatto ko'zlari ham bor, qarang. Burni, og'zi, hamma yo'g'i bir xil.
Mana azizlarim, Hagraga uyushtirilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ozroq bo'lsa-da ma'naviy oziq olgan bo'lsangiz, dunyoqarashingiz kengaygan bo'lsa, men o'zimni baxtiyor his qilaman. Bizni kuzatib borganliklaringiz uchun kattakon rahmat. Mana shu yerdan biz keyingi sayohatimizga otlanamiz endi. Mana bu atmosfera. Xayr. Al-ula bo'lib sayohatimiz davom etyapti. Bayrog'imizni ildik yana tantanali ravishda, chunki o'zbek hamyurtimizni ko'rib qoldik. Abu Usmon hozir Al-ulada sayohat qilib yurgan ekan, ikkalamiz ko'rishib qoldik. Madinada yashar ekan, ancha yillardan beri deyarli Arabiston fuqaroligi bo'lib ketgan hozir. Bayrog'im yo'q deb bilasizlar, oldirib tashalgandi. Hozir qo'ydikda bir ikkita videolar olib yana yechib qo'yamiz. Bir 117 ta qabr bor. 117 ta mana shunday qabrlar bor. Bu ichkaridan topilgan odam suyaklari, bular bo'ylari baland bo'lgan. Va o'sha joylarda arxeologik qazilmalar mobaynida 80 ta mana shunday buz-butun suyaklar, odam skeletlari topilgan. Yaxshilab qarasanglar, quloqida zirak turibdi. Bu quloqidagi ziragi ham xuddi o'sha davrdagidan tiklangan mana. Bu topilmalar ichidan topilgan, mana shu zirak uni quloqida bo'lgan vafotidan oldin. Hozir shu qanday qilib sun'iy intellekt buni shu ko'rinishga olib kelgan videosini qo'yib beramiz. Birinchi skeleti tayyorlangan, bosh skeleti. Keyin u teri bilan qoplangan. Taxminiy. Va mana bu ko'rinish yuzaga kelgan oxirida. Endi buni yasantiramiz. Sun'iy intellekt buni jonlantirgan. Hozir mashinamdan bir kuygan hid chiqib ketdi-da. Nima ekan deb yoqda izlab yo'q qarasam, bunday tutun chiqyapti. Qarasam, men qaranglar, suvdan va quyoshdan kelayotgan quyoshning nuri suvga tushib, suv mana yerga nima qilib mana. O'n qaranglar, svejiy, hozirda o'zida kuydi mana. Qaynoq qana turibdi. Hozirda o'zida kuydi. Shuning uchun suvni quyosh tushadigan joyda qoldirmanglar. Mana realniy isboti. Hozir oldinda bo'ldi shu voqea. Jungli o'rmonlari emas bu ko'rib turganlaringiz, Al-uladagi xurmo bog'lari. Shu qadar katta maydonda ekilganki, oxiri yo'q. Xuddi jungli o'rmonlarga o'xshab bu ufqqa qarab tutashib ketgan. Cho'lda o'rtasida qumli joyda mana shunday xurmo bog'lari bo'ladi deb tasavvur qilganmidingiz hech? Buni qaranglar. Bular o'zlari tabiiy chiqqanmi desam, yo'q, hammasi mana shlanka bilan to'lg'izilar ekan. Sho'r suv sho'rlab qo'ygan atroflari, ko'ryapsizlar. Salqingina tagiga. Anchagina katta ekan. Qachon yo'lga chiqdim, eslaringizdanmi? Men esimdan chiqib ketdi. Dekabrda edi. Odam mashinada o'tirsa ham zerikib ketar ekan. Smart Bank bir kun Gasinsaga baraka topkur. Erisam xo'p deyapti. Bugunchalik Gasinsada qolaylik. Dunyoni hamma joyda o'tib yotgan Gasinsa karta Gasinsaga o'tmaydimi? Gasinsaga ham o'tadi kun. Bir kun mehmon qilasanmi menga? Bugun o'zim uchun bir dam olay. Ezilib ketdi mashinada yuraverib ham odam. Arabistonda yo'l quruvchilarining asosiy eng katta dushmani bosh og'rig'i desa ham bo'laveradi. Mana shu qum. Bu betdan olib bu betga tashlayapti mana. Qip qizil qum.
aytishingiz mumkin, nega yo'l qurayotgan vaqtda mana shu qumliklarni, do'nliklarni olib tashlamagan deb. O'rtoqlar, bu qum do'nliklari ishonasizmi, bir haftadan keyin joyida bo'lmaydi. Ko'chib yuradi bu do'nliklar, tinimsiz hali yoqqa, hali bu yoqqa ko'chib yuradi. Chunki shamol qumda hali yoqqa, hali bu yoqqa surib ketaveradi, uchirib ketaveradi. Mana bu tekis turgan joylarda yana bir hafta 10 kundan keyin qarasangiz, qum paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Mana shuning uchun mana bunday ekskavatorlar tinimsiz bularga qarshi kurashib turadi.